Assalomu men sizlar bilan Ozodbekman. Bugungi videomiz parkur haqida. Do'stlar, shuncha video qo'ydim, mana ikkita video qo'yganman. Nima uchun u like u videolarni like qilmayapman. Jonim sizlardan ketgan bor yo'g'i bittagina like ketyapti. Pullaringiz ketgani yo'q. Yoki boshqa narsa ketgani yo'q do'stlar. Yoki ketgan bo'lsa ketyapti deb qo'yinglar. Ay jonim. Ya bir boshdan boshlash kerak. Mana shu parkurdan agar o'tadigan bo'lsam, men sizga nechta like yig'ilishini aytaman. Agar mana bu qiyinida o'tadigan bo'lsam, nechta likeligini ko'rsataman. Do'stlar, oylar davomida, yillar davomida stream qilaman-u, lekin yarimta dona like ham yig'ilmaydi do'stlar. Hozir yig'laydilar do'stlar. Lekin boshqalar, ayrim qizlar bo'lsa, bir kunda, bir haftalarda o'zini obunachisiga ega bo'lyapti do'stlar. Sizlar qanaqa podishka qilyapsizlar? Do'stlar, zo'rg'a chiqib ketdi o'yindan. Do'stlar, bugun har video olganimdan ovoz kelishini so'rasizlar mumkin. Mana o'tish. Do'stlar, boydan beri xato bo'lib ketdi. Do'stlar, agar bu videoda hamma to'xtalmasam, do'stlar, nima uchun yillar davomida, oylar davomida stream qilaman, lekin 300 taga hali 1000 taga yaqinlashganimiz yo'q. Qizlar esa 3 kunda, 3 hafta, 4 haftalarda stream qiladi-yu, lekin ular like'ni, 300 ta like'ni bemalol yig'ib qo'yadi. Do'stlar, sizlardan like ketmaydi. Ketgani faqat pulni ketmasa like bosganingiz bilan. Nimadir o'zgarmasa. Do'stlar, bittagina like va подписка bosib qo'yinglar. Sizlardan ham g'oyatda xursand bo'lasiz. Do'stlar, aytganimdek, kanalimizga like va obuna bosib qo'yish sizlardan chiqmasin. Mana shu o'yin davomida 300 ta like yig'ishimiz kerak. Men bekarga YouTube kanal ochganim yo'q. Boshqa youtuberlardan ta'sirlanib kanal ochgandim. Ayniqsa Omaxonning nimada boynagi yili, tug'ilgan sanasi, keyin Omaxonning videolariga qarab, shundan men ham video olishni xohlayapman. Ay. Mana do'stlar, ovozim bo'lganlar. Mana nechta like'ligini taxmin qilib ko'ringlar-chi do'stlar. Hozirgi like'im mana shuncha bo'lishi kerak do'stlar. Bugungi like'imiz. Bunisi. Ikkinchisi esa ko'rsam. Bundan keyingi like boshqachasiga bo'ladi do'stlar. Mana shu parkurdan o'tgandan keyin ko'rsataman nechta like'ligini. Mana do'stlar, urinolmadim. Ovoz chiqishiga e'tibor bermanglar. O'sha Shayda opam, Shayda
ukalarimni, yengamni, o'zimni tug'ishgan akamni urishganiga e'tibor bermaysizlar. Ayrimlarda bo'lib turadi shunaqa voqealar. Yo bo'lmaydi desangiz, bo'lib qolganlari do'stlar, kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Men ko'p qaytargan sabab ayrimlar bosmayapti. To'g'ri bosgandi, bu 3-4 tala bosgandir. Lekin maksimal darajada bosgan yo'q-da do'stlar. Mana do'stlar, parkurga chiqishni boshladim. Keyingi videomiz parkur haqida, ikki kishilar aka-ukani o'rtaligida bahs boylashamiz. Agar ukam yutsa, men ukamga 500 ming, mayli 100 ming beraman. Agar ukam mendan yutqazsa, ukam menga 300 ming, ukam menga 50 ming beradi. Mana bugungi bunisi like emas. Mana shuncha 500 ta like, bunisi uchun 300 ta like yig'ib bersangizlar, sizlardan nihoyatda xursand bo'laman do'stlarim. Bugungi sizlar bilan men Ozodbekman. Keyingi videolarimizgacha xayr.